Assalomu alaykum tarmoqda kuzatib turgan obunachilarimiz va kanalimizda yangilar. Like'ni bosib, xolosa obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, yana bitta darvozamiz tayyor bo'lgan, shuni obzorni qilamiz. Samarqand fason deb nomlanadi darvozamiz. Bunga ishlatilgan materiallar ikkita yoni taglar shiveler bo'lgan. 2 profillar qo'yilgan, 3 profil qo'yilgan. Materiallarning stenkasi qalin. Listlar 1.8 list. Shunga qilingan darvozamiz. Ovoz chiqmaydi, profilsi. Profillari ham shu 6x4 1.7 stenka profildan ishlatganmiz. Hop, darvozamizni ko'rinishini qarang. Mana gullariga ham e'tibor beraverasizlar. Gullari ham o'ta original variantda tayyorlangan. Xohlasa, hop, shanirlari ham shu baquvvatidan qo'yilgan, darvozaning esiga qarab. Darvozamiz 2 qavat variantda tayyor bo'lgan. Darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak, narxlari $100 qilib beramiz. 1.300.000 so'mdan qilayotganmiz. $100 aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonda istalgan yerga dastlabki ustunlikka qilib beramiz. Ekran nomerlarimiz chiqadi, aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Jidakabi qishlog'ida joylashgan. Allah aka nimaga? Hozir yaxshimi?